Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yana bitta komplektimiz tayyor bo'ldi. Bu Dubai Villur arqondan 4 ta kvadrat yostig'i, 4 ta 3 metrlik yakondas, 2 ta lo'nli yostiq, 2 ta xurram yostiqlari. Juda ham chiroyli chiqdi. Mana yonidagi arqonlari bilan yostiqlariga ham arqon qo'yilgan. Komplekt tayyor, kvadrat sirimlari bilan juda ham chiroyli chiqdi. Paxtasi ham yaxshi solingan. Mana astarida ham kvadrat chiroyli ko'ringan. Xurram yostiqlari hammasi bir-biriga mos. Hurmatli obunachilar, mana yaxshi satindan qilingan. Tagi usti bir xil. Juda ham chiroyli sirim bo'lyapti. Kvadrat sirimlari, paxtasi ham juda ham yaxshi solingan.